Avtomashinamni qayta jihozlamoqchiman. Tartibi qanday bo'ladi? Qonunchilikka ko'ra avtotransport vositasini qayta jihozlashga ruxsat olish uchun license.gov.uz axborot tizimi, O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoxud davlat xizmatlari markazlari orqali bazaviy hisoblash miqdorining 30% miqdorida davlat boji to'lovi asosida ariza yuboriladi. Bunda fuqarolar 284 ta qayta jihozlash turlari bo'yicha bir turdan boshqa turga qayta jihozlash uchun murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Yuborilgan arizalar yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan 10 kunlik muddatda ko'rib chiqiladi. Damas rusumli avtomobilimga metan gaz o'rnatmoqchiman. Bu uchun ham 10 kun kutamanmi? Avtosanoat aksionerlik jamiyati tomonidan respublikamizda ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan ommabop Damas, Spark, Lacetti, Nexia, Onyx, Cobalt kabi avtomobillarga ularning zavod ishlab chiqaruvchi tomonidan qo'yilgan VIN raqamiga asosan siqilgan tabiiy gaz metan va suyultirilgan neft gazi propan o'rnatishga ruxsatnomalar 10 kunlik muddatda emas, tizim orqali avtomatik ravishda ruxsat beriladi. Xorijda ishlab chiqarilgan va boshqa rusumdagi avtotransport vositalariga gaz moslamalarini o'rnatishga ruxsatnoma berish esa umumiy tartibda ko'rib chiqiladi. Avtomobilim eski, qayta jihozlasam bo'ladimi? Ishlab chiqarilganiga 20 yildan oshgan transport vositalarini qayta jihozlashga ruxsat etilmaydi. Transport vositalari kuzovi va dvigatelini almashtirish bundan mustasno. Migalka va sirenaga ham ushbu tizim orqali ruxsat olsa bo'ladimi? Bunday moslamalar maxsus xizmatlarga, ya'ni tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizligi, avariya qutqaruv, huquq-tartibot idoralari va boshqa kechiktirib bo'lmas vazifalarni bajaruvchi tashkilotlarga ruxsat beriladi. Jismoniy shaxslarga tegishli avtomashinalarga migalka va sirena o'rnatishga ruxsat berilmaydi. Avtomobil farasini yoki g'ildirak o'lchamlarini o'zgartirmoqchiman. Ruxsat bormi? Tashqi yoritishlar soni, turi, joylashuvi va ishlash tartibi, shuningdek boshqa tarkibiy qismlari transport vositasining konstruksiyasi talabiga mos kelishi, ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan konstruksiyasida ko'zda tutilmagan tarkibiy qism elementlarini almashtirish va qo'shimcha o'rnatish taqiqlanadi. Demak, faqat ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan ko'zda tutilgan yoritish vositalari va g'ildiraklarni o'rnatilishiga ruxsat etiladi. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlarda qayta jihozlash uchun belgilangan davlat bojidan ortiqcha to'lov evaziga ruxsatnomalar olib berishni va'da qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ko'paymoqda. Yuqoridagilarga ko'ra aldanib qolmang. Hozirgi kunda 112.500 so'm davlat boji asosida boshqa ortiqcha to'lovlarsiz ariza yuborishingiz va 10 kunlik muddatda texnik talablarga mos kelgan taqdirda ruxsatnoma olishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz. Ushbu videoni qayta jihozlash tartibini bilmagan do'stingizga yuborib qo'ying.